Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz sug'urta kompaniyalari va banklarning bozordagi ulushi haqida gaplashamiz. Avvalo sug'urta kompaniyalari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda sug'urta kompaniyalari O'zbekistonda sug'urta bozori mamlakat suveren yoshi bilan taqqoslanganda mustahkam yoshiga qaramay hali ham rivojlanishining boshlang'ich bosqichida, biroq bank sektori moliyaviy notinchlikka qaramay ta'sirchan natijalarga erishadi va mamlakat iqtisodiyotida katta hissa qo'shganlardan biriga aylanadi. Qisqa muddatda investitsiyalar bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa-da, yuqori baholangan qo'shimcha tarmoqlarga uzoq muddatli investitsiyalar hali ham faqat davlatdan olinadi, to'g'rog'i. Sug'urta sektori yetuk bozorning ichki iqtisodiyotiga investitsiyalarni 3 asosiy manbalardan biridir. Ushbu 3 manba davlat pensiyasini jamg'armalari va sug'urta kompaniyalari. Banklar hatto unga yaqin emas. Shuning uchun bizning kelajakda O'zbekiston iqtisodiyoti uzoq muddatli xususiy investitsiyalarni mustaqil manbaga ega bo'lishi uchun mahalliy sug'urta bizneslarini rivojlantirish juda ham muhimdir. Sug'urta bozorlari katta hajmli har qanday mamlakat iqtisodiyoti uchun foyda keltiradi. Shuning uchun barqarorlashtirish maqsadida xizmat qilinadi hamda xarajatlar qoplash manbai ham ulkan investitsiyaga resurslarni hissasi hisoblanadi. Hozir biz davlat ulushi bo'lgan va bo'lmagan banklarning qanday farqi borligini ko'rib chiqamiz. Qaysi banklar davlat ulushi bor bo'lgan tijorat banklari tartibiga kiradi? Ularning transformatsiyasi qanday natijalar kutilmoqda? Keling, dastlabki transformatsiyaning nima ekanligiga e'tibor qilamiz. Investorlarning talabga javob berishi va kuchli raqobat muhiti shakllanganda bir paytda banklar o'z ish uslubini o'zgartirishga, mijozni xohish istagiga to'liq qondirishga intilish banklarda transformatsiya deyiladi. Xo'sh, transformatsiya nima uchun kerak? Uning ahamiyati nimada? Jahon banklari biznes yuritish reytingi past ko'rsatkichlari reytinglar kredit olish yo'nalishida O'zbekiston 67-o'rinda egallab turadi. Axborot texnologiyalari mahsulotlarni mijoz bilan aloqa qilish bo'yicha zamonaviy usullarni amaliyotda joriy qilish kechilishi bozorda past stavkalar kreditlar berish va boshqa bir qator muammolar. Bular baribir bank sektorlarida davlat ustun mavqei, banklar turli davlat dasturlari yoki korxonalarni moliyalashtirish uchun vositachi sifatida faol jalb qilish natijasida yuzaga kelgan tizimlarni xatarlar va muammolaridir.